Qizlarjonlar, bo'ldi endi aylantirib bir xil somsa tayyorlaymiz. Men sizlarga zo'r retsept qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni tovuq oyoqchalarini har xil joydan kesib, marinovka qilib yarim soatga xolodilnikka olib qo'yishdan boshlaymiz. Qanday ziravorlar qo'shganimni opisaniyada yozib qo'yaman. Ana endi elangan un bilan muzdagina sariyog'ni kroshka qilib olamiz. Ketidan tuz, qabartma tuzi, bitta dona tuxum va qaymoqni qo'shib, yengil mushtlab, yumshoqini elastik xamir qorib olamiz va bir nechta zuvalachalarga bo'lib 20 minutga xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu orada tovuq oyoqchalarini shu qismi kuyib ketmasligi uchun folga bilan o'rab chiqamiz. Zuvalachalarni unlab kattaroq qilib yoyib, go'shtdan qolgan marinovkada aralashtirilgan piyozdan solib, oyoqchani qo'yamiz va xuddi shu ko'rinishda chiroyli qilib tikib olamiz. Ustilari yaltilab chiqishi uchun tuxum sarig'ini surtib, kunjutlar bilan bezatib olamiz. Oldindan qizib turgan 180 gradusli duxovkada 40 yoki 45 daqiqa davomida pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.